Hurmatli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar va ularning oila a'zolari. Bugun men sizni juda muhim, hatto aytish mumkinki, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu bilan tanishtirmoqchiman. Agar siz yoki yaqinlaringiz nafaqaxo'r bo'lsangiz, ushbu video sizning diqqatingizni talab qiladi. May oyida nafaqa to'lovlari bilan bog'liq kutilmagan muammolarga duch kelishingiz mumkinligi haqida jiddiy ogohlantirish bor. Gap shundaki, ba'zi qo'shimcha to'lovlar, ya'ni doplatiklar endi arizasiz berilmaydi. Bu esa ko'plab nafaqaxo'rlarning to'lovlarida uzilishlarga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, kanalimga obuna bo'lishni, ushbu videoga like bosishni va uni yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Chunki bu ma'lumot kimningdir to'lovlarini qutqarib qolishi mumkin. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari nafaqa tizimida ayrim qo'shimcha to'lovlar va ustamalar nafaqaxo'rning arizasidan qat'iy nazar avtomatik tarzda tayinlangan. Ya'ni agar siz ma'lum bir kategoriyaga tushsangiz, masalan, yoshingiz tamadan oshgan bo'lsa yoki nogiron farzandingiz bor bo'lsa, tegishli qo'shimcha to'lovlar sizga hech qanday qog'ozbozliksiz. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlarga asoslanib avtomatik ravishda hisoblab berilar edi. Bu tizim juda qulay edi, ayniqsa keksa yoshdagi kasalligi bor yoki hujjatlar bilan ishlashga qiynaladigan fuqarolarimiz uchun. Ular hech qanday tashvishsiz belgilangan summaga ega bo'lar edilar. Ammo hozirgi kunda vaziyat biroz o'zgardi. Pensiya tizimida amalga oshirilgan yangi islohotlar va tartiblar natijasida ko'pgina qo'shimcha to'lovlar endi faqat nafaqaxo'rning shaxsiy arizasi asosida tayinlanadi. Bu degani, agar siz avval avtomatik tarzda olgan ba'zi ustama yoki imtiyozlarni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, endi buning uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Bu o'zgarishning asosiy sabablaridan biri davlat byudjetini yanada samarali boshqarish, noqonuniy to'lovlarni oldini olish va har bir nafaqaxo'rga tegishli mablag'ning o'z vaqtida shaffoflik tamoyillari asosida yetib borishini ta'minlashdir. Afsuski, ko'plab nafaqaxo'rlar bu o'zgarishdan xabardor emaslar. Aynan shu holat may oyida ularning to'lovlarida uzilishlarga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni agar tegishli ariza berilmasa, pensiya jamg'armasi sizning bunday qo'shimcha to'lovga hali ham haqli ekanligingizni tasdiqlay olmaydi va natijada bu summani to'lashni to'xtatib qo'yishi mumkin. Keling, bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Kimlar bu vaziyatdan xavotir olishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, kimlar xavotir olishi kerak? Asosan quyidagi kategoriyalardagi nafaqaxo'rlar: bilim astash voyaga yetmagan, nogiron yoki talaba bo'lgan, qaramog'idagilari bor nafaqaxo'rlar. Masalan, siz nafaqa chiqqaningizda qaramog'ingizda universitetda o'qiydigan farzandingiz bor edi va siz buning uchun qo'shimcha to'lov olgan edingiz. Yoki nogiron farzandingiz uchun ustama pul olgan bo'lishingiz mumkin. Avvallari bu ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanar edi. Masalan, talabaning o'qishini davom ettirayotgani yoki nogironlik muddati. Endi esa bu ma'lumotlarni har yili yoki belgilangan muddatda tasdiqlash uchun ariza berishingiz shart bo'lishi mumkin. Agar siz bunga e'tibor bermagan bo'lsangiz, may oyida sizning pensiyangizdan bu qo'shimcha summa olib tashlanishi ehtimoli bor. Astaris misol, keling 20 yoshli Oygul opani olaylik. Uning qaramog'ida universitet shartnoma asosida o'qiydigan 20 yoshli nabrasi bor edi. Oygul opa bu nabrasi uchun har oyda pensiyasiga 1,5 million so'm qo'shimcha pul olar edi. Avvallari pensiya jamg'armasi universitetdan ma'lumotnoma olib, nabrasining o'qishini tasdiqlagan. Biroq yangi qoidaga ko'ra Oygul opa endi har o'quv yili boshida universitetdan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga shaxsan topshirishi kerak. Agar u bu ishni aprel oyining oxirigacha qilmagan bo'lsa, may oyidagi pensiyasida 1,5 million so'm kam bo'lishi mumkin. Bu uning uchun sezilarli yo'qotish. Chunki bu summa uning byudjetida muhim o'rin tutadi. Ikki as ma'lum yoshga yetganligi munosabati bilan ustama oluvchilar, masalan, takir yoshdan oshganlar. Ko'pgina mamlakatlarda, jumladan bizda ham ma'lum yoshga yetgan nafaqaxo'rlarga odatda 7-5 yoki yaqin yoshdan keyin qo'shimcha ustamalar beriladi. Avval bu tizim avtomatik ishlagan bo'lishi mumkin. Hozir esa sizning tirik ekanligingizni va boshqa talablarga javob berishingizni tasdiqlash uchun ma'lum bir shakldagi arizani to'ldirishingiz talab etilishi mumkin. Bu ayniqsa yolg'iz yashovchi keksa nafaqaxo'rlar uchun jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Asras misol, Astask 85 yoshli Mamarayn bobo yolg'iz yashaydi va 80 yoshga to'lgandan keyin o'z pensiyasiga har oy 100 ming so'm qo'shimcha ustama olib kelardi.
uning pensiyasi har doim o'z vaqtida to'liq hajmda kelgan. U hech qanday hujjat tayyorlashga odatlanmagan. Yangi tartibga ko'ra, to'qqizdan yoshdan oshgan nafaqaxo'rlar ma'lum vaqtda, masalan, har 2 yilda bir marta pensiya jamg'armasiga shaxsiy tashrif buyurib yoki vakili orqali ariza topshirib o'z holatini tasdiqlash kerak. Agar mamarayim bobo bunga e'tibor bermagan bo'lsa, uning pensiyasiga avtomatik ravishda qo'shiladigan 100.000 so'm may oyida kelmasligi mumkin. Bu esa uning kundalik ehtiyojlarini qondirishda muammo tug'dirishi aniq. Mehnat faoliyati bilan bog'liq maxsus xizmatlari, masalan, uzoq muddatli mehnat staji, xavfli sharoitlarda ishlaganlik uchun ustama oluvchilar. Ba'zi nafaqaxo'rlar uzoq yillar xavfli sharoitlarda ishlaganligi yoki maxsus xizmatlari uchun qo'shimcha to'lov oladilar. Bu ustamalar avval ish joyidan berilgan ma'lumotnomalar asosida avtomatik tarzda hisobga olingan bo'lishi mumkin. Endi esa bu xizmatlarning davom etayotganini yoki ularning asosli ekanligini tasdiqlovchi hujjatlarni muntazam ravishda yangilab turish talab etilishi mumkin. Agar bu tasdiqlovchi hujjatlar o'z vaqtida taqdim etilmasa, tegishli ustama to'xtatib qo'yiladi. Misol Furqat aka 65 yoshda, u 35 yil davomida kimyo zavodida xavfli sharoitda ishlagan. Shu sababli u pensiyasiga har oy 2000 so'm maxsus ustama olib kelardi. Bu ustama uning pensiya hujjatlari rasmiylashtirilgan paytda ish joyidan olingan ma'lumotnoma asosida tayinlangan edi. Hozirgi qoidaga ko'ra pensiya jamg'armasi har 3 yilda bir marta. Agar nafaqaxo'rning tibbiy ko'rikdan o'tishi yoki xavfli sharoitlardagi stajini tasdiqlovchi yangi hujjatlarni taqdim etish kerakligini belgilagan bo'lishi mumkin. Agar Furqat aka bu haqida xabardor bo'lmay, tegishli hujjatlarni, masalan, davolanganligi haqidagi ma'lumotnoma yoki qayta tibbiy ko'rik natijasini taqdim etmagan bo'lsa, may oyida uning pensiyasidan 200.000 so'm olib tashlanadi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Asosan faqat asosiy pensiya miqdorini oladigan, hech qanday maxsus qo'shimcha to'lovlar yoki ustamalarga ega bo'lmagan nafaqaxo'rlar. Agar sizning pensiyangiz faqat sizning mehnat stajingiz va o'rtacha ish haqingiz asosida hisoblangan bo'lsa va yuqoridagi kategoriyalarning hech biriga kirmasangiz, unda sizning pensiya to'lovlarida may oyida uzilish bo'lish ehtimoli kamroq. Biroq shunga qaramay har doim pensiya to'lovlari bilan bog'liq yangiliklardan xabardor bo'lishni tavsiya qilaman. Endi esa istisno holatlar. E'tibordan chetda qoladigan jihatlar va kutilmagan nozikliklar haqida gaplashaylik. Birinchi va eng muhim istisno elektron tizim orqali avtomatik yangilanadigan ma'lumotlar. Ba'zi ma'lumotlar, masalan, o'lim haqidagi ma'lumotlar yoki pasport ma'lumotlari davlat organlarining yagona elektron bazalari orqali avtomatik tarzda yangilanadi. Agar sizga berilayotgan qo'shimcha to'lov aynan shu turdagi ma'lumotlarga asoslangan bo'lsa, sizdan ariza talab qilinmasligi mumkin. Biroq bu har doim ham shunday emas va bu nuansni bilib olish juda muhim. Masalan, agar sizning pensiyangizga bolalar soniga qarab ustama berilayotgan bo'lsa, bolaning yoshga yetganligi avtomatik ravishda tizim orqali aniqlanishi mumkin. Ammo uning talaba ekanligi haqidagi ma'lumotni pensiya jamg'armasi mustaqil tekshirishi qiyin. Shuning uchun ehtiyotkor bo'lish har doim yaxshi. Ikkinchi nozik jihat ariza berish muddatlari va ularning oqibatlari. Ko'pincha pensiya jamg'armasi yangi qoidalar joriy etilishi haqida ommaviy axborot vositalari orqali xabar beradi. Bu xabarlarda ariza berishning oxirgi muddatlari ham ko'rsatiladi. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lov may oyida to'xtatiladi. Yaxshi tomoni shundaki, agar siz kechikib bo'lsa ham arizangizni topshirsangiz, ko'pincha sizga oldingi oylar uchun to'lanmagan pullar qayta hisoblab beriladi. Lekin bu qayta hisoblash bir qancha vaqtni talab qiladi. Ba'zan bir necha oyni ham. Bu esa sizning oilaviy byudjetingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uchinchi muhim jihat jismoniy holati sababli ariza bera olmaydigan nafaqaxo'rlar. Agar nafaqaxo'r kasalligi yoshi yoki boshqa sabablar tufayli pensiya jamg'armasiga shaxsan bora olmasa yoki mustaqil ravishda ariza bera olmasa, nima qilish kerak? Bunday holatlarda nafaqaxo'rning vakili, ya'ni yaqin qarindoshi, farzandi, nevarasi, turmush o'rtog'i ishonchnoma asosida murojaat qilishi mumkin. Ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlanishi shart. Ba'zi hollarda agar nafaqaxo'r umuman o'rnidan tura olmasa, pensiya jamg'armasi xodimlari fuqaroga joyga borib xizmat ko'rsatishlari ham mumkin. Ammo buning uchun oldindan murojaat qilib, kelishib olish kerak. 4-xavfli nuqta hujjatlarning yo'qolishi yoki eskirishi.
Aslish agar sizga qo'shimcha to'lovlar uchun asos bo'lgan hujjatlar, masalan, nikoh guvohnomasi, bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma yo'qolgan bo'lsa yoki muddati o'tgan bo'lsa, siz ularni yangilashingiz yoki tiklashingizga to'g'ri keladi. Bu ham qo'shimcha vaqt va harakat talab qiladi. Shuning uchun barcha hujjatlaringizni tartibli saqlash va ularning haqiqiyligini tekshirib turish muhimdir. 5. Noaniqlik asterisk pensiyaning turiga bog'liq farqlar. Eski yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va ijtimoiy pensiya uchun qo'shimcha to'lovlar va ularga nisbatan qo'llaniladigan qoidalar turlicha bo'lishi mumkin. Sizga tegishli bo'lgan pensiya turi bo'yicha aniq ma'lumotlarni bilib olish juda muhim. Bir turdagi pensiyaga qo'llaniladigan qoida boshqasiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Siz bu vaziyatda nima qilishingiz kerak? Qadam-qadam ko'rsatmalar. Birinchi qadam, pensiyangizning tarkibini tekshiring. Har bir nafaqaxo'r eng avvalo o'zining pensiya varaqasini yoki bank kartasiga kelayotgan to'lovning tafsilotlarini diqqat bilan o'rganish kerak. Siz faqat asosiy pensiya miqdorini olasizmi yoki unga qo'shimcha ustamalar ham qo'shib berilyaptimi? Agar siz pensiyangizga qaramog'idagilar uchun, yoshingiz kattaligi uchun, maxsus xizmatlaringiz uchun yoki boshqa sabablar bilan qo'shimcha to'lov olsangiz, demak siz xavf ostida bo'lishingiz mumkin. Agar sizda bu ma'lumot bo'lmasa, uni pensiya jamg'armasidan yoki pensiya to'lovini amalga oshiruvchi bankdan so'rashingiz mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bilan bog'laning. Agar siz o'z pensiyangizda qo'shimcha to'lovlar borligidan shubhalansangiz yoki ularning qanday asosda berilayotganini aniqlamoqchi bo'lsangiz, zudlik bilan yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Ularning ishonch telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Joyga borish imkoni bo'lsa, shaxsan tashrif buyuring. Shunday qilib, siz aynan qaysi qo'shimcha to'lovlar uchun ariza berish kerakligini aniqlab olishingiz mumkin. Ular sizga aniq ma'lumot berishga majburdirlar. Asterisk 3-qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Asterisk pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda, ular sizga qanday hujjatlar kerakligini aytishadi. Odatda standart hujjatlar ro'yxati quyidagilarni o'z ichiga oladi. Pasport yoki ID karta, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Pensiya guvohnomasi, sizning nafaqaxo'r ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Qo'shimcha to'lovga asos bo'ladigan hujjatlar. Agar qaramog'ingizda bolalar bo'lsa, ularning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, pasport nusxalari, agar ular talaba bo'lsa, o'quv yurtidan ma'lumotnoma, agar nogironlik uchun ustama bo'lsa, nogironlik haqidagi tibbiy ma'lumotnoma, VT xulosasi. Agar ma'lum yoshga yetganlik uchun ustama bo'lsa, bu holda ko'pincha qo'shimcha hujjat talab qilinmaydi. Ammo shaxsiy tashrif yoki ariza berishning o'zi yetarli bo'lishi mumkin. Aniqroq qilib, pensiya jamg'armasidan bilib oling. Agar maxsus mehnat sharoitlari yoki xizmatlari uchun ustama bo'lsa, mehnat daftarchasidan nusxa, ish joyidan ma'lumotnoma agar talab etilsa, tegishli xizmatlarni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar. Asosiy bank rekvizitlari. Agar pensiyangiz bank kartasi kelmasa va siz uni qo'shimcha to'lovlar bilan birga kartaga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, barcha hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini tayyorlab qo'yishingizni tavsiya qilaman. Asosiy 4-qadam, arizani to'g'ri to'ldiring. Asosiy pensiya jamg'armasi xodimlari sizga ariza blankasini berishadi va uni to'ldirishda yordam berishadi. Arizada o'z ma'lumotlaringizni, aynan qaysi qo'shimcha to'lovni olishni istayotganingizni va bunga asos bo'ladigan hujjatlarning ro'yxatini aniq ko'rsatishingiz lozim. Xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun arizani to'ldirishda xodimlardan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga maslahat berishga majburlar. 5-qadam, murojaat qilish muddatlariga rioya qiling. Arizani iloji bo'yicha tezroq topshirishga harakat qiling. Aprel oyining oxirgi kunlari yoki may oyining boshida murojaat qilsangiz, ehtimol may oyi uchun qo'shimcha to'lovlar sizning pensiyangizga qo'shib berilmay qolishi mumkin. Ammo agar siz arizangizni hatto may oyining oxirida topshirsangiz ham, oldingi oylar uchun to'lanmagan mablag'lar keyinchalik qayta hisoblab berilishi mumkin. Shunga qaramay kechiktirmaslik eng yaxshi yechimdir. Asterisk 6-qadam, ariza qabul qilinganligi haqida tasdiqnoma oling. Arizangizni topshirganingizdan so'ng uning qabul qilinganligi haqida tasdiqnoma yoki qabul qilinganlik sanasi ko'rsatilgan hujjatni olishga harakat qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarni hal qilishda sizga yordam beradi. Asterisk
7-chi qadam. Ahvolingizni kuzatib boring. Arizani topshirganingizdan keyin ham vaziyatni kuzatib boring. Belgilangan muddatdan keyin odatda erta pensiya tayinlash bo'yicha qaror bir necha kun ichida qabul qilinadi. Pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib, arizangizning holati haqida ma'lumot oling. Sizning qo'shimcha to'lovlaringiz pensiyangizga qo'shilganiga ishonch hosil qiling. Hurmatli do'stlar, bugungi videoda men sizga nafaqa tizimidagi muhim o'zgarishlar, ya'ni ba'zi qo'shimcha to'lovlar endi arizasiz berilmasligi va shu sababli may oyida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqida batafsil ma'lumot berdim. Sizga nima qilish kerakligi, kimlar xavotir olishi kerakligi va qanday amaliy qadamlar qo'yish kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar berdim. Bu ma'lumot sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhimdir. Kechikmasdan harakat qiling. Chunki har bir kun ahamiyatli bo'lishi mumkin. O'zingiz va yaqinlaringizning pensiya to'lovlari to'liq va o'z vaqtida kelishiga ishonch hosil qiling. Ushbu video siz uchun foydali bo'lganiga umid qilaman. Agar savollaringiz bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men imkon qadar ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelajakda ham bunday muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Eng asosiysi, bu videoni nafaqaxo'r bo'lgan yaqinlaringizga, do'stlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Ularning ham xabardor bo'lishi va keraksiz muammolardan qochishi biz uchun eng katta mukofotdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.